bitta biza tog'ga misol chiqamiz, $100 ga 20 kishilik joy olamiz. Bu butun dunyoda bor Airbnb. Qarang, mamlakat tanlashda Yevropa yaxshimi yo Osiyomi? Men Yevropani tanlagan bo'lardim. Safar muddati qisqa 7-10 kun bo'lgani yaxshimi yoki-da uzoq 1 oy plus bo'lgani yaxshimi? Menga qolsa uzoq bo'lgani yaxshi. Shunda davlatni yaxshiroq taniydi odam, yaxshiroq tushunishni boshlaydi. Tushunarli. Eng qo'rqinchli holat viza rad bo'lishimi yoki pasport uyda qolib ketishimi? Menimcha shu viza отказ bo'lishi. Tushunarli. Mehmonxona tanlovida gostinsa yaxshimi yoki Airbnb dan uy tanlashmi? Bu holatga qarab, ya'ni misol uchun yosh katta odamlar bo'ladigan bo'lsa, hotelga borgani yaxshi, удобный. Misol uchun men oilam bilan, aytaylik, 5 kishi, 6 kishi yoki o'rtoqlarim bilan sayohat qiladigan bo'lsa, 5 kishi, 6 kishi va undan ko'proq bo'ladigan bo'lsak, Airbnb dan bizga olganimizda удобный tushadi. Qulayroq. Qarang, viza chiqdi. Darrov chipta olish kerakmi yoki avval rasmga tushish kerakmi? Rasmga tushib, ekstrodni отметка qilish kerak. Xo'p, hujjat topshirish usullari bosqichma-bosqich bo'lgani yaxshimi yoki mutaxassis yordami bilan bo'lgani yaxshimi? Ekstrod bilan bo'lgani yaxshi.